Bugungi videoda sizlarga 3 daqiqada bel umurtqalari sohasidagi o'tkir og'riqni qoldirishning eng oson usullaridan birini tushuntiraman. Assalomu alaykum, men doktor Elbek. Qanday usul ekan deb qiziqayotgandirsiz? Bu muzlatishdir. Ayrimlar bu usulni xayolga ham keltirmagan bo'lishi mumkin, biroq bu usul an'anaviy tibbiyot tomonidan tan olingan usuldir. Uning nomi krioterapiya bo'lib, uning afzalligi arzonligi va uy sharoitida qo'llanilishidir. Beldagi o'tkir og'riqni oyoqdagi og'riq va surunkali og'riqdan farqlash kerak. Beldagi o'tkir og'riq umurtqalararo disk fibroz halqasining yirtilishi natijasida paydo bo'ladi. Agar bu jarayon uzoq davom etadigan bo'lsa, jarayon umurtqalararo bo'g'imga ko'chadi va o'tkir og'riq surunkali og'riqqa aylanishi mumkin. Bundan tashqari, umurtqalararo disk fibroz halqasining yorishining kengayishi disk yadrosining oqib chiqishi va nerv ildizining siqilishiga olib keladi. Natijada bel sohasidagi o'tkir og'riq sekin-asta oyog'dagi og'riqqa ko'chadi. Demak, 3 xil og'riqni biz ajratdik. Bel sohasidagi o'tkir og'riq, beldagi surunkali og'riq va oyoqdagi og'riq. Krioterapiya usuli bel sohasidagi o'tkir og'riqlarda ta'sir qiladi, surunkali og'riq va oyoq sohasidagi og'riqlarda esa samarasiz hisoblanadi. Krioterapiya uchun oldindan tayyorlangan muz bo'lagi og'riqli nuqtaga 2 qavat doka orqali qo'yiladi. O'tkir bel og'rig'ida hozirgi kunda qo'llanuvchi eng mashhur sxema 15-20 daqiqa kuniga 2-4 mahal og'riqning dastlabki 48-72 soati davomida qo'llash. Natijada 60% bemorlarda og'riq 5 barobar kamayadi. Endi har bir davolash turining o'ziga yarasha asoratlari bor, kamchiliklari bor. Hatto yegan ovqatingizni ham. Krioterapiyaning kamchiliklaridan biri bu 30 daqiqadan oshadigan bo'lsangiz terini kuyishi. Ikkinchisi juda kamdan kam, o'ta kamyob holat bu qon tomirlarining kengayib ketishi va shishga olib kelishi. Shishning kuchayishi o'z navbatida og'riqni kuchaytiradi. Demak, qaysi holatlarda nisbatan qarshi ko'rsatma hisoblanadi? Qaysi holatlarda buni qo'llamaslik yo ehtiyotlik bilan qo'llash tavsiya etiladi? Birinchisi bu gipersezuvchanlik, teri o'ta sezuvchan bo'lgan holatlarda. Ikkinchisi bu periferik qon tomir kasalliklarida, Raynaud kasalliklarida bu usulni qo'llamagan afzal. Va uchinchi holat, agar o'sha muz qo'yadigan joyingizda bemorda teri sezishi pasaygan bo'lsa, teri o'zi sezmaydigan holatlarda bo'lsa, buni e'tibor bilan qo'yish kerak bo'ladi. Demak, bugungi videomiz agar sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Agar qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, savollarni yozishlaringiz mumkin. Keyingi videolarimizda biz disk churasini kam invaziv davolash usullarini birma-bir tahlil qilib chiqib sizlarga namoyish etishga harakat qilamiz. Xayr, sog' bo'linglar.